Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan kuzatuvchilar, navbatdagi darvozamiz Andijonga tayyorladik. Buni akamiz o'ta chiroyli bir qavatlab turib, 2 qavatli shumkalar bo'lsin deganlarga shumkali darvoza qildik. Mana ko'rib turgan darvozamiz 8 ga 6 bo'lgan. 8 ga 6 8 ga 6 ham 2 da bo'lgan. 1.8 listlari. Bu 2 qavatli. 2 qavatli. İşte qanot eshigi alohida bo'lgan, buni eshigi alohida. Laklari toza lak bo'lgan. Shumkalari bu. Shumkalari bu, ichida stiklavatalari bu. Lislarda lo'q degani yo'q, profillarda lo'q yo'q. Hammasi 2-1 stenkali materialda ishlagan. Agarda videoyimiz yo'qsa, like tugmasini bosib qo'yasiz. Agar kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga a'zo bo'lib qolasiz. Men ham chiroyli sifatli darvozalarni qo'yib borishga harakat qilaman. Bizni ishimizga befarq bo'lib o'tib ketayotganimiz uchun kattakon rahmat so'raymiz. Buni narxi 1.200.000 dan 1.500.000gacha narxlanadi. Agar kimga shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, ekran tagida nomerlarimiz bor. Telefon qilishingiz mumkin.